Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun bir zo'r oilani ortida o'tiribmiz. Bu kishim Hasan aka, Husan aka bizni qadrdon do'stlarimiz bo'ladi Andijondan. Maktab yoshigacha 5-6 yoshgacha ingliz tilida gapirish mayli, ingliz tilida fikrlashni o'rgatadigan dastur yaratishgan ekan. Inshaalloh bugun vodiyga qilgan safarimizda bir manfaatli bo'lsin deb shu hamkorlik qilamiz deb inshaalloh bugun ko'rishgan joyimiz edi. Tarixni muhrlab qo'ymoqchimiz. Chetga chiqmagan, bir Amerikaga bormagan yo Yevropaga bormagan. Shu Andijondan, shu vodiydan chiqmagan bolalar qarang gapiradi. Happy. Hey, this is shapes. And the ice cream. So many ice cream. Chocolate ice cream. Yeah. White ice cream. Yeah. And strawberry ice cream. No, like this onion ice cream. Onion ice cream. My favorite animal. I want to say this. Lion. All right. Now this. Play nicely, guys. Play nicely. Now this. I want to see this. Darslar faqat shunda o'yin tariqasida o'tiladi. Grammatik o'rganmagan. Yo'q, biron qoidasiz. Ona tilida qanday o'rganilsa, uni odatda tushuntiradi. Yaxshi gapiradi. Yours is 7. 1, 2. Rasman yerdagi hammadan yaxshi gapirayotganlar. But I want to fly the eagle. Give me. Inshaalloh No, they have no. xursand bo'ldik. Allohdan shu farakalarimiz bilan hamkorlik yaratmaslarimiz yaqinda e'lon qilib qolamiz. Biz ham ingliz tilini o'rganib keyin ketamiz yoki. Hammaga rahmat.